Nega qon bosimi ko'tariladi? Uning sabablari nima? Bunday holatlarda kasallikni butunlay yo'qotib yuborsa bo'ladi. Va albatta, ular qon bosimini tushiruvchi dorilarni shunday ichishlari kerakki, natijada qon bosimi butunlay yo'qolib ketadi. Qon bosimi ko'tarilishiga olib keladigan qanday sabablar bor va qon bosimi ko'tarilgan insonlarga qanday yordam berish kerak, ular qanday tekshiruvlardan o'tish kerak, shular haqida batafsil suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan qon bosimi kasalligi, ya'ni gipertoniya haqida suhbatlashamiz. Nega qon bosimi ko'tariladi? Uning sabablari nima? Nega qon bosimini tushiruvchi dorilar ichsa ham baribir qon bosimi ko'tarilyapti? Qon bosimini butunlay yo'qotib davolab yuborsa bo'ladimi yoki yo'q? Qon bosimi ko'tarilishiga olib keladigan qanday sabablar bor va qon bosimi ko'tarilgan insonlarga qanday yordam berish kerak, ular qanday tekshiruvlardan o'tish kerak, shular haqida batafsil suhbatlashamiz. Qon bosimi kasalligi deb arterial qon bosimini ko'tarilishiga aytiladi. Me'yoriy ko'rsatkichlardan balandroq bo'lishiga. Savol tug'iladi, me'yoriy ko'rsatkich qancha? Me'yoriy ko'rsatkich bugungi kunda Amerika kardiologlar assotsiatsiyasi va Yevropa kardiologlar assotsiatsiyasi tavsiya qilgan ko'rsatkich bo'yicha 130 ga 80 mm simob ustunidan baland bo'lgan qon bosimi bu qon bosimi ko'tarilgan, ya'ni baland deb hisoblanadi. 130 ga 80 dan past bo'lgan holatda esa qon bosimi ko'tarilmagan, normal qon bosimi deb qabul qilinadi. Qon bosimi ko'tarilganda uning bir qancha sabablari bo'lishi mumkin. Odatda biz qon bosimi ko'tarilishini ikkita katta guruhga ajratib olamiz. Birinchi guruhi bu qon tomirlarining qarishi tufayli, qon tomirlaridagi o'zgarish tufayli paydo bo'ladigan kasallik. Buni gipertoniya kasalligi deyiladi. Odatda bu kasallik yoshi 40-45 yoshdan katta insonlarda sekin-asta paydo bo'lib keladi, lekin ba'zi holatlarda 30-35 yoshda ham uchrashi mumkin. Asosan esa 50 yoshdan katta bo'lgan insonlarda paydo bo'ladi. Va bunday holatlarda qon bosimini ko'tarilishining asosiy sababi organizmni qon bosimini nazorat qiladigan tizimlar bor. Biz ularni tibbiyot tilida turli xil atamalar bilan ataymiz. Renin angiotenzin tizimi, simpatadrenal tizim, endotelial tizim va boshqa va hokazolar. Shularni buzilishi tufayli, qon tomirlaridagi o'zgarish tufayli qon bosimi ko'tariladi va bunday holatlarda kasallik surunkali kechadi. Va bunday bemorlar umrining oxirigacha qon bosimini tushiruvchi dorilarni ichib yurishlari kerak bo'ladi. Va albatta, ular qon bosimini tushiruvchi dorilarni shunday ichishlari kerakki, u dori ularni qon tomiridagi o'zgarishlarni yaxshilab borsin, tromblar hosil bo'lishini oldini olsin, tomirlar elastikligini tiklasin va qon bosimini bir xilda nazorat qilib tursin. Ya'ni qon bosimi ko'tarilmasin ham, tushib ham ketmasin, bir xil me'yoriy ko'rsatkichlarda turishi kerak bo'ladi. Buni esa albatta shifokor bemorning yoshi, yondosh kasalliklari, kasallikni davomiyligi, kasallikni og'irlik darajasi va boshqa belgilarni inobatga olgan holda dorilarni tanlaydi. U dorilar 1 komponentli, 2 komponentli, 3 va 4 komponentli bo'lishi mumkin. 1, 2, 3, 4 komponentli degani dorini tarkibida qon bosimini tushiruvchi 1 xil, 2 xil, 3 xil, 4 xil dori bor degani. Bu, ya'ni gipertoniya kasalligiga olib keladigan xavf omillari bor. Bularni sanab o'tamiz. Birinchisi bu tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish, ya'ni chekish. Ikkinchisi semizlik, ya'ni ortiqcha tana vaznini paydo bo'lishi. Uchinchisi kam harakatlik, ya'ni gipodinamiya. To'rtinchisi qonda qand miqdorining baland bo'lishi. Beshinchisi esa nasliy moyillik, ya'ni kimning otasi yoki onasida qon bosimi ko'tarilish kasalligi bo'lsa, bolalarda ham bu kasallikning paydo bo'lish xavfi yuqori bo'ladi. 6-xavf faktori bor, bu qonda go'shtning parchalanishidan hosil bo'ladigan kislota bor, o'shani yuqori bo'lishi. 6-si esa yurakning tez urishi ham kelajakda qon bosimi kasalligi paydo bo'lish xavfini oshiradi. Va albatta keyingisi bu yosh.
ya'ni insonni yoshi qanchalik kattalashib boradigan bo'lsa, bu gipertoniya kasalligi bilan kasallanish xavfi yuqori bo'ladi. Ikkinchi xil turdagi qon bosimi kasalligi, ya'ni qon bosimini ko'tarilishi, bu odatda birlamchi arterial gipertenziya deyiladi va buning aynan aniq bir sababi bo'ladi. Bu sabablar ayrim holatlarda buyrak usti bezidagi o'zgarishlar, ya'ni u yerda kortizol, adrenalin, noradrenalin kabi gormonlarning ko'p ishlab chiqarilishidan qon bosimi ko'tarilishi. Ikkinchisi, buyrakni qon bilan ta'minlaydigan buyrak arteriyalarini stenozi, ya'ni torayib qolishi natijasida paydo bo'ladigan qon bosimi ko'tarilishi kasalligi. Uchinchisi, qalqonsimon bez, ya'ni buqoqda o'zgarishlar bo'lib, buqoq kasalligining paydo bo'lishi va keyingi sababi buyrakni parenximatoz kasalliklari, masalan, glomerulonefrit yoki pielonefrit va shunga o'xshash kasalliklar ham qon bosimi ko'tarilishiga olib keladi. Va keyingi sabab bu simpatoadrenal tizim aktivlashib ketgan bo'ladi, turli xil nevrozlarda, depressiyalarda va nevrologik buzilishlarda, ya'ni kasalliklarda. Yuqorida hozir sanaganim bular birlamchi arterial gipertenziya deyiladi. Bunday holatlarda kasallikni butunlay yo'qotib yuborsa bo'ladi. Ya'ni qanday? Shu kasallikni qon bosimini ko'tarishga olib kelinayotgan sabab aniqlanadi va u bartaraf etiladi, natijada qon bosimi butunlay yo'qolib ketadi. Lekin buni aniqlash bir muncha murakkab tekshiruvlarni talab qilishi mumkin bo'ladi. Yana shuni aytish kerakki, bu aytganim, ya'ni birlamchi arterial gipertenziya ko'proq yoshlarda kuzatiladi va ko'proq qon bosimi o'ta baland bo'ladi. Odatda 180, 200, 220, 230 va undan ham baland bo'lishi mumkin va ko'proq уже 25 yoshdan keyin qon bosimi ko'tarilishni boshlaydi. Yoshi kattalarda bunday holatlar kamroq kuzatiladi. Qon bosimi ko'tarilyapti ekan. Xo'p, ko'tarilsa qanday zarar beradi? Uni tushirishimiz shartmi? Nazorat qilishimiz shartmi? Albatta shart. Nega? Chunki agarda qon bosimi yuqorida aytganimiz 130-140 mm simob ustundan baland yuradigan bo'lsa, qon bosimining, ya'ni baland qon bosimining zararlaydigan nishon a'zolari bor tanamizda. Bu nishon a'zolar qaysilar? Bosh miya, ya'ni bosh miyada insultni keltirib chiqarishi mumkin. Ikkinchisi yurak. Yurakda infarktni keltirib chiqarishi mumkin. Uchinchisi ko'z. Ko'z to'r pardasini yorilishiga va ko'zning ko'r bo'lib qolishiga, yengilroq holatlarda esa ko'zning xiralashiga sabab bo'lishi mumkin. To'rtinchisi esa buyraklarning bujmayishi va qurishi, surunkali buyrak yetishmovchilik kasalligining rivojlanishi. Mana shu a'zolar gipertoniya, ya'ni qon bosimi kasalligining zararlanuvchi nishon a'zolari hisoblanadi. Xuddi o'q otilganda nishonga borib, unga tegib zararlagandek, qon bosimi ham uzoq vaqt baland yuradigan bo'lsa, shu a'zolarni zararlab, ularni ishdan chiqaradi. Shuning uchun qon bosimini nazorat qilish o'ta katta ahamiyatga ega bo'ladi. Qon bosimi ko'tarilayotganini qanday bilish mumkin? Odatda qon bosimi ko'tarilganda bosh og'rig'i, bosh aylanishi, ko'ngil aynishi, quloqda shovqin, ko'krak sohasida sanchiq, og'riq, ba'zan nafas qisishi, holsizlik kabi belgilar kuzatilishi mumkin. Lekin bunday belgilarni kuzatilmayotganligi qon bosimi yo'q ekanligini anglatmaydi. Shuning uchun vaqti bilan, ayniqsa xavf guruhiga kiruvchi yoshi katta insonlar qon bosimini vaqti bilan o'lchab turishi kerak bo'ladi. Bezovta qilmasdan turib ko'tariladigan qon bosimi bu yanada ham xavfliroq bo'ladi. Nega? Chunki qon bosimi ko'tarilyapti, a'zolarni zararlayapti, inson uni bilmasdan yuribdi. Qachonki asorat yaqqol namoyon bo'lib, a'zolar ishdan chiqqandagina u inson bu narsani bilib qolishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun bilmasdan, sezmasdan qon bosimi ko'tarib yuradigan insonlar yana ham ehtiyot bo'lishlari kerak bo'ladi. Endi qon bosimi ko'tariladigan insonlar qanday tekshiruvlardan o'tishi kerak bo'ladi? Bunday insonlar avvalo kardiolog, terapevt, shifokor ko'rigiga ko'rinib, qon bosimi nima sababdan ko'tarilayotgani va qon bosimi kasalligining qaysi turi ekanligi, qaysi og'irlik darajasida ekanligi, boyagi sanaganimiz nishon a'zolar qay darajada zararlanganligini aniqlovchi tekshiruv usullaridan o'tish kerak bo'ladi.
va shunga qarab bemorga davo taktikasi, chorasi belgilanadi. Asoratlar kam bo'lgan holatda, eng yengil birinchi daraja qon bosimi ko'tariladigan holatda ba'zan dorilarsiz ham qon bosimini davolash mumkin. Bu hayot tarzini to'g'irlash, zararli odatlardan voz kechish kabilar bilan amalga oshiriladi. Lekin qon bosimi kasalligi bir necha yil davom etib, a'zolarda ma'lum bir o'zgarishlarni keltirib chiqargan bo'lsa, unda shu asoratlarni ham davolash uchun davo choralari, dori-darmonlar qo'llaniladi. Agarda sizda yoki yaqinlaringizda qon bosimi kasalligi bo'lsa yoki qon bosimi ko'tarilib, sababini aniqlay olmayotgan bo'lsangiz, savollaringizni izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Bizning klinikamizda qon bosimi kasalligini va uni keltirib chiqaradigan asoratlarini oldini olish, davolash bo'yicha tekshiruvlar va davolash usullari amalga oshiriladi. Quyidagi raqamlar orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin. Savollaringizni izohlarda yozib qoldiring, videomizga like bosing. Bu foydali videoni boshqalarga tarqalishiga sababchi bo'ling.